xalqim, ümid üzme ey ana yurt. Biz atlandık bu güreşke, o yıl taşdek uyuşup. Allah verse bu nusretni, bizgilerimiz sep bulup, zalimlarni yığlatgude, Buğuz gibi küçlük bulup. Lepileydu asminimda, göz çaplaytıp şu günü, ay yıldızlık gök bayrağı. Ey anam akan, ay yıldızlık gök bayrağı, Şerqi Türkistan. Assalamu alaikum, kitapxo'mar qarindoshlarım. Sizlarning huzuringizda adabiyotshunos olim ham tarjimon Hamid Hamrayevning G'o'jalar Nayrandiri tarixiy romani. Birinchi kitob Shodi G'o'ja. Birinchi qism 3-Muhammad Xon. Birinchi bob. Turpandan teşvişlik uçur. 1594 yılının Savr eyi. Yekenning cemi mescitlerden mezinlerinin namazxonlarni sham namoziga davet qilgan ovozlari yangramoqda. Del shu chog'da kulrang savut kiygan razgi biri itini ho'krang tashlatib shahar darvozasidan shiddatli kirib keldi. Yasavul chaparmanni to'xtatish uchun darvozaning o'ttirsiga kelib, atning chulvurini tutishga qo'lini uzatdi-yu, bir tilla keskin kayniga chekindi. U chaparmanning o'ng mursidan atildirib tashlangan qora duxoviliq lentini ko'rib qolgandi. Bundaq lentlar faqat Muhammad Xonning ulanlariga, gvardiyasiga tava kishilarga beriladi. Yasavul bargan siri o'zidan jiroqlashayotgan chaparmanning keynidan perişan holda bir necha daqiqa qarab qoldi. Chaparman itining sag'risiga hamon qamchi bosmoqda edi. Namoz vaqtida shahar darvozasining oldida odamlarning oz bo'lganligiga Yasavul shukr keltiryotdi. Aksicha bo'lganda biror kelishmaslikning yuz berishi muqarrar edi. Kelishmaslik haqiqatan musodir bo'lishi mumkin edi. Vaqtga yarasha qora terga tushgan to'riq at hech kimni zaxmlamay uchqandek o'tib ketdi. Ezan hamon yangramoqda. Bir masjidning peshtig'idan mazin azanni tamomlashiga xeyli jiroqdagi ikkinchi masjiddan chiqqan mazinning besiq ovozi anglanadi. Mazinlarning bir necha masjiddan chiqqan ovozlari bir-biriga jo'r bo'lib, yaqinliq ohanglar go'yo bir xo'rga aylanadi. Yakan turg'unlari bilan shahar mehmonlari ishlarini to'xtatib, masjidlarga oldirashmoqda. Qulolchilar, muzduzlar, navoiylar, to'mirchilar va boshqa kasblar ishxona do'konlarining oldida namozga yiqilmoqda. Ko'chalar bilan masjidlarning atrofi ot uloqlarga to'shib ketgan. Eshak harvular, otlar, to'gilar, so'qma tamlarni bo'ylab tikilgan chinar qaryag'ochlarga bog'langan. Xizmatini ado qilayotgan shahar yasavullarmi navbat bilan namoz o'tashga taraddud qilyotdi. Qamariga qilich osgan yigit hiylalar yuz bergan voqeadan andila asliga kelib, shahar sepilining ichki tarafiga o'rinlashgan darvozadan 5 qadam neridagi xonaga kirib, o'zidan xeyli cho'ng sherigining singayan beqishiga ko'z tashlab tilqatdi. Bu g'alita otliqcha namozga oldirdimu qandoq? Ervoying 40 kez uchib keyninga dojib ketganini ko'rdim. Xayriyat,
endi taharatını al, men namazımni öteverey, dedi şerigi külümsirep. Yasavul beligi çiң tartılgan könden işlengen qamirini yişip, qilichi bilan supuq qo'ydi. Ancha cho'ng emas, mazkur supida yasavullar növet bilan aram alatdi. Qural yarg'ini qo'yatdi. Jaynamazlarmu mushu yerda edi. Shu esnada Chaparman Mo'g'uliston davlatining varisi bo'lgan Yakan xonligining 4-hukmdori 3-Muhammad xonning o'rdisiga yaqinlashdi. Xonlikning hukmron guruhi ajdodlari 1-Muhammad bilan 2-Muhammadni bek hurmatlatdi. Shahar markazi bilan uningga aparadigan ko'chalar odamlardan xoli edi. Namozni sababsiz qazo qilishga hargizmi bo'lmadi. Ammo Chaparman sham namozni qazo qilishga majbur edi. Uning xolis sababi bo'lsa-mu, Yasavul Allohni madhiylaydigan so'zlarini ichida takrorlatdi. Yarım soatdan keyin Chaparman poytaxtning shimoliga joylashgan Shamolbog'ga xonlik o'rdiga yetib keldi. Uning ko'z oldida ajoyib manzara namoyon bo'ldi. Gugum tushib, atrof asta qorong'ulikqa cho'mkilyapti-mu, xon o'rdisining pishirilgan xishdan turg'izilib, marmar bilan qoplangan binosi alomat go'zal gumbazlari Chaparmanni hayron qoldirdi. Her kimning zo'qini keltiradigan bu binoning keyingi tarafida g'oyat zo'r bog' bor edi. Chaparmanga xususan minglagan odam sig'adigan oltin masjid qattiq ta'sir qildi. Razgi, kulrang, savut kiygan yigit bu karomatlarni tunchi qitim ko'rayotgani yo'q. Biroq bugun bular uningga qandaqdir ramzilik belgudek bilinyotdi. Xonlikning mohiyatini namoyon qiladigan go'zal bino imoratlar, masjidlar xalqqa, davlat fuqarolariga lozim bo'lg'achqa, xonlar ularni asrab himoya qiladi. Mushu o'ylarni xiyoldan o'tkazgan Chaparman oltin masjid tarafga ko'z tikdi. Masjid oldidagi maydon namozxonlarga liq to'lgan bo'lib, odamlar jaynamazlarni daq yerga silibla namoz o'tayotdi. U etini to'xtatib yerga tushdi-da, chulvurni tutgan holda masjidning qarshisidagi 3-Muhammad xon o'rdisiga yo'l oldi. Chaparman yasavullarning qo'sh qatoridan o'tib, o'rta darvozasining oldiga kelib to'xtadi. Razgi yigitning qo'lidagi chulvurni olgan yasavullar garchi uni tonisumu uningga diqqat bilan qarab chiqqandan keyin darvozaning o'ng tarafidagi bo'lmaga kirgizib xola qoldirdi. Chaparman bo'lma ichiga ko'z tashlagach, buglikdagi oq dasturxon selingan shirining yeniga atlash ko'rpaga kelib o'ltirdi. Shirida mutafakkirlar bilan shoirlarning naqllari o'yib yezilgan, kumushdan yasalgan nafs kumzaklar bilan piyolalar, sedab naqsh chekilib, mevlar selingan sapalqacha turadi. Nashbut, olma, üzümlər şu qadar kishining ishtahosini ochadi. Chaparman bu ne'matlarga qo'lni ustaydab turganda eshik ochilib, bo'lmaga uchsig'i oltindan hal berilgan chopon kiygan, beshig'i oq salla urgan 40 yoshlar chamisidagi bir odam kirib keldi. Chaparman o'rnidan irg'ib turdi. Ulug' amrimiz sizni biroz vaqtdan keyin qabul qiladi, dedi u razgi yigitni beshidan oyog'igacha ko'zdan kechirib. Biz turpandan tashvishlik uchur elib bo'ldik. Afsus, sizning bu qadam tashrifiniz ularni tasdiqlaydi xolos. Sal sukutdan keyin go'yo bir narsa yodiga kelgandek qo'shimcha qildi. O'ltiring, marhamat, qisilmang. Ismingiz kim? Usab qolgan bo'lsangiz kerak. Mushu so'zlarni aytgach, u ko'mzakdagi suvni kumush piyolaga quyib, tartinib turgan yigitga sundi. Yusuf, ismim Yusuf, Qashqarlikman, aldirab javob berdi Chaparman.
Yusup'ның қышыд олтарған әу кіші Чапармен бір нәче жұтым сүні сүмәргәнден кейін тәшвіш ішіре сорыды. Мәктүп сіздің еніңізді езілді му? Яки оны сізге кейінірек тапшырды му? Мәктүпнің қандақ езілғанлығыны көрмедім. Лекен Тұрпанның хакimi мәктүпні липапеге селіп чаплығанда мен оның қишыды едім. Мұшы сөзлердің кейін рәзгі егіт пәшмітінің сол етігіні қайырып, қәмірді Қашқар ханжырының енеді ісіқлық тері жылтыны қолыға алды. O söhbətli şığa cildini uzatmaqçı idi. Amma əvu kişi onun qolunu yenik götürüb özünün məktub məzmunu bilən tonş ikənligini bildirdi. İgisiga berib yetersiz. Vəziyyət mürəkkəb bolsunmu, onun çehrisida kulimsirash alomatlari paydo bo'ldi. Məktub bizning xonimizga yo'llangandu. Shundaq emasmi? Shundaq taqsir. Mana namaz vaqtimi axırlışıptı. Kişiler mescitten çıkışvatıdı. Uluq xanımız sizni hazır qabul qilish kerak dedi de bölmeden çıktı. Sol qo'liga teri jilti tutgan Yusuf uni egashdi. Ular Orda saray bilan Sepil tamlarının arsidagi xeli keng ho'lini kesib o'tib, ikki qanotliq cho'ng eshikka yaqinlashdi. Baş vəzirini jıraqdan közlüb durğan xizmətkar işini uluq içib beşini səl əgdi. Ordunun sırtıla emas, içimi kişini heyrətli qaldıratdı. Şam çıraqlar, dəlhizinin iki qasnığıға ornatılğan, balıldab turğan sansız lampalar, edənge selinğan yumşaq, mamuq, qelin tüklük gilən payandazlar bilən bezelgən gayet zor bölmeler to'limu hayvatlik ko'rinadi. Ishiga yepiq har bir bölmening oldida egir qilich asqan yasovullar turadi. 2 yoki 3 bölmeden o'tib, keng mermer palampaylar bilan ikkinchi qavatga ko'tarilgan hilqi 40 yoshlar chamisidagi bosh vazir qo'sh qanotliq cho'ng eshikning oldiga kelib to'xtadi. Uning qishida Çaparmen bar edi. O həmrayığa kütüb turuşunu buyurup, xan həzrətləri ordusu işiginin aldıda turğan zor boyluq yasavullarga qarab mı qoymay, yenik yütəldi de işiginin 10 qanatını içib, 5'ini əkkən halda işkiriga qadam taşıldı. Yalğız qalğan Yusuf əsəbiyləşdi. Onun əsəbiyləşivatqını birer dəqiqadan keyin xan həzrətləri bilan uçuruşu emas, yoğusi onu xavatir qılıvatqan Turpandan özü elib kelgan şum xəbərdən xanni vaqif qilish edi. Yigit məktubdagi uçurdan başqa özünün qandaqdı fəvqulada odatdan tashqari bir xəbər yetkizmaydiganligini bilib tursunmu, og'zaki deydigan so'zlarning behödə qan töküşni keltirib chiqirdiganligiga bearam bo'lyotadi. Haqiqatanmi Turpan tavasidagi vaziyat tashvishlik edi. Ko'nglidagi andishini besish uchun u diqqatini mazmut ishga o'yilgan naqshga jalb qildi. Butkul zehnini o'yma o'rnakka qadagan yigit noma'lum ustining qo'lidan putilgan naqshning mazmun mohiyatiga cho'kishga tirishib, naqashning nemini ifodalamoqchi bo'lganligini xiyolidan o'tkazayotganda eshik ichilib, bosh vazirning dumbisi ko'rindi. Eshikni yopqach, bosh vazir tashvish ichra pichirladi. Keynimdan mening oliy hazratlarining ijozatisiz beshingizni ko'tarmang. Gepini oxiri chiqmayla, u 3 Muhammad xonning kichik qubulxonasining bo'sug'isini atildi. O'tigining uchiga qarab, beshini sanglatgan razgi yigitning qulog'iga kimdir birining Turpanni bizning nomimizdan boshqurishga qo'yilgan aziz jiyanimiz nimani xohlaydi ekan degan so'zlari kirdi. Yusuf savolga javob berib bermaslikni bilmay tingirqidi.
Umuşular hakkında xiyal sürüvatqanda baş vezirinin özgü tonuş titrek avazi anlandı. Ali Hazretleri, 10 yıldan oşuq vaqt davamida sizning jiyaniniz ve kuyuğulunuz Xuda Bendi Sultan sizge vakaleten Turpan, Qumul, Qari şəhərini başquruvatıdı. Amma lekin keyingi aylarda biz Xuda Bendi Sultanның buysunmayvatqanlığı xususida siz alilerini bir neçe mərtə vaqif qılğandıq. Bunundan bir neçə gün müqəddəm vəziyyətinin kəskinləşkənligi toğırlıq, təşvişlik uçur aldıq. Bugünzə sizning sadiq xizmatkarlarınız evetken bunu yigit huzurunuzga qadam tashrif qılıvatıdı. Muşu sözlerden keyin Chaparman beşini kötürüp, gerçi Texi Muhammed Xan'ni körüp ülgermismi, kön qutudan mektubni çıqırıp, onu iki qolu bilan avaylab aldığa sundi. Muhammed Xan kichik Qobulxonaning to'rsiga tiralgan 4 yog'och tuvrukning birining yonida turadi. 57 yoshlik o'tira bo'yliq bu kishi bir qaraganda xotirjam ko'rinadi. Ammo Xanning ko'ngli bearamlik chulg'ab olgandi. Razgi yigitning o'rnida ushtumtut paydo bo'lishi xonliqda jiddiy muammoning mavjudligidan dalolat beradi. Agar ushbu muammoni imkon qadar tez yechmasa, 3 Muhammed Xanning akasi, atasi ve buvisining astaydil harakat faoliyati, tirishishlar tufayli qurilgan mamlakat nobud bo'lishi ehtimol edi. Gapning lillasini qilganda Xudobandining bu harakatlari Uyg'ur davlatining vayron bo'lishiga elib keladi. O'qing, dedi Muhammed Xan. Baş vazir Yusufning qo'lidagi maktubni elib, unlik o'qishga boshladi. Bismillahirrahmanirrahim. Yakan xonligining xoni Ali hazratlariga ulug' Allohdan mehr shafqatlar yoqqay. Xon aliylarga shuni ma'lum qilamizki, xon hazratlarining nomidan Turpan tavasini boshqarayotgan Xudo Bendi Sultan jahillik qilib, norozilik ko'rsatib, Yakan xonligiga qarshi isyon ko'tarmoqda. Xudo Bendi Sultan g'arazlik ahdi bilanla emas, balki harakati orqali o'zining bo'ysunmaydiganligini namoyon qilmoqda. Urushga tayyorlanayotgan u Turpan tavasiga chegaradosh shaharlar bilan yeza kentlarga hujum qilmoqchi ekanligini yo'shirmay ta'kidlamoqda. Allah o'z panohiga olgan 3 Muhammed Xanning sodiq xizmatkorlari, Turpanning hokimi, shaharning bosh qozisi, beglar ve masjid qavmiga vakolatan imomlar. 1594 yıl Savr, Turpan. Maktub o'qilib bo'lib, xeyli vaqtgacha jimjitlik hukm surdi xon Qobulxonasida. Yusuf cho'nqir xiyolga patgan. U hozir o'zini xonning qattiq g'azabiga uchrab, bundan keyin Ali hazratlariga xizmat qilolmaydiganligi haqida o'ylamoqda edi. U jahli chiqqan xonning buyrug'i bilan beshining tenidan juda bo'ldiganligidan hargizmi qo'rqmadi. Yo'q, uning ko'nglini halaykumga selayotgan boshqa narsa. Razgi yigit endi hech qachon ana yurti Azzana Qashqarni apsi bilan inisini yenib ko'rolmaydiganligiga, beg'ini parvish qilolmaydiganligiga hasrat chekayotdi. Az vaqtdan keyin boshlangan urush haqida hech nima bilmaydiganligimi uni parishon qilyotdi. Dağlıq Hitka məscidining orqasidagi ko'chada turadigan suyimli yari Mehrinsa bilan didorlasholmaydiganligi uning ko'nglini g'ash qilmoqda edi. Bosh vazir pat orada o'tadigan davlat kengashining majlisida Muhammed Xonga qandaq reja taklif qilish to'g'riliq o'ylayotdi. Muhammed Xonza
Xudobendi Sultan haqida bosh qotirib Şuna o rəzgi yigitning Qubulxonda bar ekanligini butunlay yodidan chiqarib qo'ygan. Nihoyat beyni uyqudan uyg'ongandek Muhammadxon qo'lni bilinar-bilinmas harakatlantirdi. Shu mahal bosh vazir asta keyniga sho'xshidi. Yusuf uni egashdi. Ular kichik Qubulxondan chiqishi bilanla bosh vazir darrov o'zgarib, o'zining odatdagi qiyofatiga kirdi-da, juvon surdi. Sizning 2 kuncha vaqtingiz bor. Aram eling. Ondan men sizga ko'rsatma berman. Siz qayerga tushsiz? Yakanda tanishlarim bor. Bosh vazir xizmatkorlarining biriga Yusufni o'rnidan chiqarib qo'yishni topilib, dalhizni bo'ylab ishxonasiga qarab mandi. U yurishga atlanish xususiyatga hujjatni hazırlab, imzo chektirishga tayyorlab qo'yishi kerak. Urushning muqarrarligiga u komil ishonadi. Muhammadxon Choparman bilan bosh vazirning kichik Qubulxonasidan chiqib ketishiga parvo qilmadi. Uning butkul o'y xiyoli Xudobandida edi. Shuning bilan birinchi bob oyoqlashdi. E'tiboringlar uchun rahmat azizlarim. Bugungi programmamiz mush yerda oxirlashdi. Diqqat berganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar aziz qarindoshlarim.